Индус выбросил русскую девушку из окна 7-го этажа в Москве. В социальных сетях распространяется шокирующее видео, на котором мужчина, предположительно гражданин Индии, хладнокровно выбрасывает русскую девушку из окна 7-го этажа жилого дома. Bu yangilik emas, fojia. Ko'pchilik muhokama qiladi. Rossiyaga hindistonliklar nimaga kerak deb. Birinchidan, arzon ishchi kuchi. Ikkinchidan, til bilmaydi. Har doim ish beruvchiga gapini ikki qilmaydigan va uni aytganini qiladigan ishchilar kerak bo'lgan. O'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq xalqlariga murojaat. Ko'pchilik muammolar hujjatsizlik va qonunni bilmaslikdan kelib chiqadi. Rossiyada qolish niyatingiz bo'lsa, dokumentlaringizni qonunda ko'rsatilgandek qilib oling. Hozir siz u biz oxirgi pog'onadan ko'tarilish arafasida turibmiz. Bundan keyin o'zini kasbini ustalariga talab oshadi. Agar sizga huquqiy yordam va dokumentlaringizni to'g'rilashda yordam kerak bo'lsa, biz Yurist Consulting komandasi har doim yordam berishga tayyormiz.